80 mingdan sotilgan chiyalarimizni bugungi kunda 65 mingdan skidga qo'ydi. Yil oxiri qo'limni bo'shatish uchun o'zini ichki narxida beryapman. Qizlar kimgadir kerak bo'lsa, bor yo'g'i 10 ta donagina qolgan. Ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, amerikanskiy chiya urug'lari nishlatmoqchi, yetiltirmoqchi, urug'lantirmoqchi bo'lganlar ham aynan mana shundan olishni maslahat beraman. Bu yumshoq bo'lgani hisobiga, ichida toshi yo'qdek, yumshoq bo'lgani hisobiga 15 minutda siz bu chiyani tayyorlab bemalol ichsangiz bo'ladi. Shunaqangi mayin, shunaqangi yumshoq, mana men o'zim ichganlarimni sizlar uchun ko'rsatyapman va ozmoqchi bo'lgan klientlarimiz, semirmoqchi bo'lgan klientlarimiz uchun bu chiya urug'larimizni albatta tavsiya qilaman. Sababi ichilish yo'nalishlarini o'zim o'rgataman. Semirmoqchi bo'lganlarga ham, ozmoqchi bo'lganlarga ham. Men o'zim ham aynan shu chiyalarimizni ichib ancha-muncha vez tashlaganman va keyingi storilarimni ko'rsanglar sizlarga chiyalar haqida ma'lumotlarni berib o'tib ketaman va ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman.